8-bob bo'lib o'tgan voqealardan keyin bir necha kun o'tgach, hayvonlar biroz o'zlariga keldi. Qonli voqealar dahshati ham unutilganday bo'ldi. Shundagina ularning eslariga dastlab chiqarilgan qonunning 6-moddasi tushib qoldi. 6-moddada hayvonlar bir-birlarini o'ldirmasin deb yozilgan edi. Hayvonlar qatag'on voqealari qonunga to'g'ri kelmasligini anglab turardilar. Lekin hech bir hayvonning ovoz chiqarib aytishga yuragi dov bermasdi. Clover qonunning 6-moddasini Benyamindan o'qib berishni iltimos qildi. Benyamin siyosiy voqealarga aralashishni xush ko'rmasdi. Ayniqsa, har xil uyushmalardan o'zini tortib yurardi. Shuning uchun Cloverning iltimosini bajarishdan bosh tortdi. Clover Myulenni chaqirdi. U 6-moddani o'qib berdi. Hayvonlar bir-birlarini sababsiz o'ldirmasinlar deb yozilgandi. Negadir moddadagi sababsiz degan so'zning mavjudligi hayvonlarning xayolidan ko'tarilgan edi. Bu so'zning borligini hech eslariga keltirish olmasdi. Hayvonlar qonunning yodlashib olgan 6-moddasini sababsiz degan so'z bilan to'ldirish kerakligini tushundilar. Shundagina Snowballga hamkorlik qilgan sotqin hayvonlarning o'ldirilishi qonunga zid emasligini anglash osonlashardi. Bu yil o'tgan yildagiga nisbatan hayvonlar unumli ishladilar. Shamol tegirmoni devorlarini 2 barobar qalinlikda qaytadan tiklash ularning ishlarini ko'paytirib yuborgan edi. Qornlari hanuzgacha ovqatga to'ymasdi. Doim och-nahor ishlardilar. Arshanba kuni bo'ladigan yig'inlarda Squealer uzundan uzun qog'ozni oyoqlari bilan ushlaganicha turli xil oziq-ovqatlarning 2:00, 3:00 yoki 5:00 ga ko'paytirilganini o'qib eshittirar edi. Hayvonlarning boshlarini aylantirib yuboradigan, adog'i ko'rinmaydigan raqamlarni keltirib fikrini isbotlardi. Hayvonlar bu ro'yxatlarga ishonardilar. Ishonmaslik esa ularning asoslari yo'q edi. Chunki qo'zg'olondan oldingi sharoitlar va yashash tarzi haqida aslo eslolmasdilar. Har holda u davrlarda oxiri ko'rinmaydigan va boshni g'ovlatib yuboradigan raqamlar bilan ifodalangan ma'lumotlar bo'lmasdi. Lekin yaxshi boqishardi. Hamma buyruqlar Squealer va boshqa cho'chqalar orqali beriladigan bo'ldi. Napoleon bir haftada bir martagina hayvonlarga ko'rinardi. Endi itlar guruhining o'zi bilangina yurmasdi. Qator boshida boshini g'oz ko'tarib, harbiycha qadam tashlab borayotgan xo'roz ham bo'lardi. Napoleon so'zlashdan oldin xo'roz kukureku deb tovushining boricha qichqirardi. Napoleon fermadagi uyida boshqa cho'chqalardan alohida yashardi. O'ziga xizmat qiladigan 2 it bilan birga mehmonxona shkafida turuvchi qimmatbaho va chiroyli idishlarda u ovqatlanadigan servizning nomi otlar musobaqasi deb nomlanardi. Ovqatlanardi. Yil davomida hayvonlar fermasi hovlisida 3 marotaba katta yig'in o'tkazilib, osmonga qarab o'q uzilardi. Birinchi tantana Napoleonning tug'ilgan kunida, ikkinchisi esa qo'zg'olon g'alabasi munosabati bilan o'tkazilardi. Uchinchisida esa molxona jangi g'alabasi nishonlanib, bayram qilinardi. Napoleonga bizning rahbarimiz va yo'lboshchimiz o'rtoq Napoleon deb murojaat qilinadigan bo'lgandi. Kunlar o'tgan sari cho'chqalar Napoleonning hayvonlar otasi, insoniyatga dahshat soluvchi, qo'lxona himoyachisi, buduklar do'sti kabi sifatlarni kashf etardilar. Ayniqsa, Napoleonning donoligi, yuragining oliyjanobligi hamma hayvonlarga, boshqa fermalarda qullik va jaholat ostida yashovchi baxtsiz hayvonlarga bo'lgan chuqur muhabbat haqida Squealer ko'z yoshlarini oqizib, mehri jo'shib so'zlardi. Erishilayotgan muvaffaqiyatlar va bugungi ozod hamda baxtli hayot uchun Napoleonga minnatdorchilik bildirib, uni sharaflash odat tusiga kirib borar edi. Tovuqlar o'rtoq Napoleon rahbarligida 6 kunda 5 ta tuxum tug'dim deb g'urur bilan gapiradilar. Yoki sigirlarning hovuzidan suv ichib o'rtoq Napoleonga katta rahmat. Suv juda shirin va rohat baxshida etadigan muzdek ekan, maza qildiki deb aytishganini eshitish mumkin edi. Termadagi hayvonlarning Napoleonga bo'lgan umumiy munosabati shoir Minimosning o'rtoq Napoleon nomli she'rida quyidagicha ifodalandi. Yetimlar otasi-yu baxtimiz quyoshsiz, to'kin sochin fermaning ishonchli posbonisiz. Sizga tik qarab bo'lmas, nigohingiz kuydirar, hayvon fermasining qudratli sarbonisiz, o'rtoq Napoleon. Hayvonlarga borliqni o'zingiz berguvchisiz,
Rizqu ro'zin har kuni ulashguvchi o'zingiz taglariga, hattoki somonni solguvchisiz hayvonlar tinchligini qo'riqlovchi o'zingiz, o'rtoq Napoleon. Fermamizda yashovchi har bir cho'chqa bolasi g'oyangizni diliga qo'yib, sodiq o'sadi. Farzandlar orasida aslo bo'lmas olasi go'laklarning dastlabki chiylashi bo'ladi. O'rtoq Napoleon. Napoleon she'rni o'qib ko'rib juda xursand bo'ldi. Molxonaning devoriga yozilgan qonun moddalarining ro'parasiga she'rni chiroyli qilib yozdirdi. She'rning tepasiga esa Napoleonning Skuyler tomonidan oq bo'yoq bilan ishlangan portreti qoqildi. Napoleonning advokat Vimper orqali Frederik va Pilkington bilan bo'lgan munosabati hanuzgacha noaniq edi. Fermadagi yog'ochlar hali ham sotilmagan. Frederik ham, Pilkington ham tezroq sotib olish uchun harakat qilishardi. Frederik va uning xizmatkorlarining hayvon fermasiga hujum qilish va shamol tegirmonini buzib yuborish uchun tayyorgarlik ko'rayotganliklari haqida xabarlar bor edi. Napoleon Frederikning hayvon fermasiga g'ayirligi bor. Shu sababli ham shamol tegirmonini vayron qilmoqchi deb o'ylardi. Snowballning esa Pinchfield fermasida ekanligini bilishardi. Yozning o'rtalarida 3 tovuq vahshiyona o'ldirildi. Ular Snowball bilan yashirincha aloqa bog'lab, uning topshirig'iga binoan Napoleonni o'ldirmoqchi bo'lganliklariga iqror bo'lishgan edi. Hayvonlar orasida shunga o'xshash vahimali gaplar yurardi. Napoleon hayotining xavfsizligini ta'minlash maqsadida ehtiyot choralari ko'rildi. Tunda Napoleon uxlagan paytlarida 4 it uyning 4 tomonidan turib qo'riqlay boshladi. Yosh Pinkey nomli cho'chqaga barqovullik vazifasi yuklatildi. Napoleonning Pilkington bilan yog'ochlarini sotishga kelishganiga ma'lum bo'ldi. Pilkingtonning ham Napoleon singari Foxwood fermasi bilan aloqasi yaxshi emas edi. Pilkington Napoleon bilan boshqa mahsulotlarni ham ayirboshlash rejasini tuzayotgan edi. Advokat Vimper ular orasida vositachilik qilayotgan bo'lishiga qaramasdan, o'zlarining oralarida bir-biriga nisbatan xayrixohligi ham bor edi. Lekin Pilkington hayvon bo'lmaganligi sababli Napoleon unga to'liq ishonolmasdi. Frederikdan esa qo'rqardi. Ayniqsa, shamol tegirmoni qurilishi tugallanay deb qolganida Frederikning yashirin hujumga tayyorlanayotganligi haqidagi xabarlarning ko'payib qolganligi uni cho'chitardi. Frederik hayvon fermasiga hujum qilish maqsadida 20 ta harbiylarni tayyorlayotganligi hamda fermaning vasiqasini qo'lga kiritish uchun shahar boshliqlari va politsiyalarni sotib olganiga ma'lum edi. Frederikning hayvonlarga nisbatan qilayotgan rahmsizliklari haqidagi dahshatga to'lib toshgan hikoyalari Pinchfield orqali yetib kelayotgan edi. Qarib qolgan otni urib o'ldirgani, sigirlarni och qoldirgani, itni pechkaga solib yoqib yuborgani, kechqurunlari xo'rozlarni urushtirayotgani va xo'rozlarning panjalari orasiga metalldan qilingan o'tkir tilni bog'lagani kabilarni eshitganlarida hayvonlarning qonlari qaynab ketardi. Ayniqsa, xo'roz urushtirilganida g'olib chiqqanining o'z mag'lubini o'ldirishi ularning nafratini oshirardi. Hayvonlar Frederik fermasiga hujum qilib, insonlarni quvib yuborib, hayvonlarni ozod qilish uchun cho'chqalardan ruxsat so'rashardi. Skuyler tezoplik qilishdan o'zlarining kishlarini maslahat berib, o'zlaricha harakat qilmasliklarini qayta-qayta ta'kidlardi. Napoleonning harbiy tajribasiga suyanishga da'vat qilardi. Frederikka nisbatan hayvonlarning nafrati kundan kunga ortib borardi. Arshanba kunlarining birida Napoleon ferma hovlisidagi yog'ochlarni Frederikka sotish hatto xayoliga ham kelmaganligini aytdi. Shu paytgacha Napoleonning keng fe'ligiga hayvonlar tan berishayotgan edi. Endi esa o'z dushmani bo'lgan Frederik bilan ham yaxshi munosabatda bo'lishiga qoyil qolardilar. Boshqa fermalardagi hayvonlarning qo'zg'alon ko'tarishlariga tayyorlash maqsadida kaptarlar safarbar qilindi. Ularning Foxwood fermasiga qo'nishlari ma'lum etildi. Hayvonlarning insonlarga o'limi degan shiori Frederikka o'limi tarzida o'zgartirildi. Yozning oxirgi kunlariga borib, Snowball tomonidan yetkazilayotgan zararlardan yana biri fosh etildi. Kelgan bug'doylar yovvoyi o'tlar orasida qolgan edi. Snowball tunda kelib, bug'doy urug'ini yovvoyi o'tlar urug'i bilan aralashtirib qo'ygani kashf etildi. U fitnaga aralashgan xozlardan biri aybiga iqror bo'lib, Skuyler oldida zaharli mevani og'ziga solib, o'z-o'zini o'ldirdi.
Hayvonlar Snowballning bir darajali qahramon hayvoni ordenini olmaganligini hozir bilishadi, dedi Squealer. Bu faqat Snowballning o'zi tomonidan tarqatilgan mish-mish safsata edi. Afsuski, ko'p hayvonlar bu yolg'onga ishonib qolishdi. Aslida Snowball jangda qo'rqoqlik qilgan edi, xuddi shu sababli ham u qoralangan. O'rtoqlar, u hech qanday orden-porden olgani yo'q edi. Hayvonlar Squealerning so'zlarini sarosima bilan tinglardilar. Squealer Snowballni eslab xato kelmaganligini sezdi. Ichki mag'rurlik bilan boshini yanada baland ko'tarib, siz uning jangdagi haqiqiy holatidan bexabarsiz, shuning uchun ham yanglishasiz va uni qahramon deb o'ylaysiz, dedi. Ko'z kirib qolgan edi. Hosil yig'im terimi hayvonlarning tinkasini quritib borardi. Ish kaynagandan kaynardi. Shamol tegirmonining qurilishi asosan tugatildi, lekin uni ishga tushirish uchun ayrim kerakli asboblarni sotib olish kerak edi. Eng bir bu masalada muzokara olib borardi. Hayvonlar shamol tegirmonining qurilishida tajribasizlik qilib, ibtidoiy qurilish asboblaridan foydalangan edilar. Snowball fitnalari tufayli ro'y bergan ko'ngilsizliklarga qaramay ish mo'ljallangan muddatda tugadi. Hayvonlar holdan toygan edilar, lekin oygar mashaqqatlar va qiyinchiliklar evaziga erishgan mehnat mahsulini ko'rib quvonardilar. Ko'ngillari tog'dek ko'tarilib ketgan hayvonlar o'zlari yaratgan ulkan asarlari atrofida qo'shiq aytib aylanishardi. Shamol tegirmoni ko'zlariga juda chiroyli ko'rinardi. Devorlari ham oldingisiga qaraganda 2 baravar kalin edi. Uni osongina vayron qilib bo'lmasdi. Endi uni bo'zish uchun portlatuvchi moddalar kerak edi. Hayvonlar shamol tegirmonining gurillab ishlayotganligini ko'rganlarida boshlaridan o'tkazgan hamma qiyinchiliklarini unutdilar. Mashaqqatli mehnat va ishdan ko'ngilni sovutadigan voqealar ustidan g'olib chiqqanlarini his etib turardilar. Yuraklari entika boshladi. Hayotlarida katta o'zgarish ro'y berganligini tushunib yetishdi. Hayvonlar shamol tegirmoni atrofida aylanib ilgiy boshladilar. Qo'shiqlar aytib, raqsga tushdilar. Napoleon itlar qurshovida, xo'roz boshchiligida bitkazilgan shamol tegirmonini qurish uchun keldi. Hayvonlarning erishgan muvaffaqiyatlari bilan shaxsan tabrikladi hamda shamol tegirmonini Napoleon tegirmonining nomi bilan yuritishni e'lon qildi. Oradan 2 kun o'tgach, hayvonlar molxona binosiga maxsus yig'ilish o'tkazish uchun chaqirildi. Ferma hovlisidagi yog'ochlarni Frederik sotib olganligini Napoleon e'lon qilganida hayvonlar hayron bo'lib qoldilar. Ertaga Frederik yuborgan aravalar ularni olib ketishni ma'lum qildi. Napoleonning Pilkington bilan do'stligi majburiy do'stlik edi. Aslida Frederik bilan yashirin kelishuvlari bor edi. Bu kelishuv Foxwood bilan bo'lgan munosabatni sindirgan edi. Pilkington haqida bir-biridan tashvishli axborotlar olib kelayotgan kaptarlarga Pinchhill fermasini tark etish buyrugi berildi. Frederikka o'limi shiori Pilkingtonga o'limi deb o'zgartirildi. Napoleon Frederik tomonidan hujum uyushtirilayotgani va hayvonlarga nisbatan kelinayotgan vahshiyliklar haqidagi xabarlarning asossiz ekanligiga bayonot berdi. Ularning Snowball tomonidan tarqatilgan bo'lmagur ovozlar ekanligini aytdi. Snowballning Pinchfield fermasida yashiringaniga haqidagi xabarlarni tarqatish orqali Napoleon ma'lum maqsadni ko'zda tutgandi. Aslida Snowball Foxwood fermasida boy badavlat yashayotganligini bilardi. Uning ko'p yillar davomida Pilkingtonda pensioner bo'lganligi Napoleonga ma'lum bo'lsa-da, buni bilmaslikka olardi. Chunki fermaning xavfsizligi uchun shunday qilish zarurligini bilardi. Cho'chqalar Napoleonning uddaburonligidan xursand bo'ladirdilar. Napoleonning Pilkington bilan do'stligi yog'och bahosini 12 funt sterlingga ko'targan edi. Rahbarimiz o'rtoq Napoleonning ajoyib sifatlaridan biri, dedi Squealer uning Frederikka ham ishonmaganligidadir. Frederik sotib olayotgan yog'ochlar haqini chek bilan to'lamoqchi bo'ldi. Yog'ochlar uchun 5 funt pul birligidagi to'lovni talab qildi. Frederik bu pulni oldindan to'lagan va pul shamol tegirmoni uchun kerak bo'ladigan mexanizmlarni sotib olishga yetadigan miqdorda edi. Yog'ochlar aravalarga yuklanib, tezlik bilan olib ketildi. Frederik bergan pulni yana bir bor tekshirib ko'rish uchun hayvonlar molxonaga yig'ildilar. Orden va medallari bilan ko'ksini to'ldirib olgan Napoleon jilmayib, ferma uyining oshxonasidagi chinni idishga solingan pul yoniga somin ustiga cho'kdi.
Hayvonlar oyoqlarining uchida yurishib, pulga yaqinlashdilar va qiziqish bilan unga tikildilar. Bokser burnini yaqinlashtirib, pulni hidladi. Uning nafasdan chinni idishga solingan pullar kemirilib ketdi. Oradan 3 kun o'tgandan keyin hayvonlarni dahshatga soluvchi bir xabar tarqaldi. Advokat Vimper velosiped bilan g'izillaganicha fermaga kirib ketdi. Shoshilganidan velosipedni yerga tashlab yuborib, shtob bilan Napoleon turgan uyga kirib ketdi. Uning yuzlaridan qoni qochgan edi. Bir zum o'tmasdan Napoleonning bukirgan tovushi eshitildi. Vimper olib kelgan shum xabar hayvonlar orasida yashinday tarqaldi. Pul haqiqiy emas, soxta ekan. Frederik yog'ochlarini tekinga olib ketgan edi. Napoleon hamma hayvonlarni tezlik bilan yig'di. Frederikni o'lim jazosiga hukm qilganligini bukirib e'lon qildi. Uning tiriklayin qo'lga olinib, qaynab turgan suvga tashlanishini aytdi. Napoleon hammani hushyor bo'lishga chaqirdi. Bundan yomonroq harakatlarga ham tayyor turishlarini buyurdi. Bu voqea Frederik va uning ishchilari tomonidan har daqiqada boshlanib qolishi mumkin bo'lgan hujumdan darak berardi. Fermaning odamlar kirishi mumkin bo'lgan hamma joylariga qarovullar qo'yildi. Napoleon Pilkington bilan yaxshi munosabat o'rnatish maqsadida maktub yozib, kaptarlaridan 4tasini Foxwoodga uchirdi. Ertasi kuni esa sahar payti hayvon fermasiga hujum qilinganligi haqida xabar keldi. Hayvonlar ovqatlanayotgan edilar. Qo'yilgan qarovullar Frederik boshlik odamlarining allaqachon panjarali temir darvozani ochib kirganliklari haqida xabar berdilar. Hayvonlar dildillik bilan qarshi hujumga otlandilar. Lekin bu safar mohona jangidagi kabi g'alaba osonlik bilan kelmadi. Odamlar soni 15 ta bo'lib, ularning 6tasining miltiqlari bor edi. Buning ustiga juda ham yaqin kelib qolishgan. Ularni 50 metrcha masofa ajratib turar edi. Hayvonlar dahshatli o'qlarning tinimsiz chiylashlariga bardosh bera olmay qoldilar. Napoleon bilan bokser zo'r berib, hayvonlarni bir joyga yig'ishga harakat qilishardi, lekin buning iloji yo'q edi. Hayvonlar orqaga chekindilar. Ulardan bir nechtasi yaralangan edi. Napoleon boshliq. Hayvonlar ferma binolari ichiga kirib yashirindilar. Ferma binolarining teshiklaridan odamlarni uzluksiz kuzatib turardilar. Butun ferma hovlisi shamol tegirmoni hayvonlarning ashaddiy dushmanlari qo'liga o'tgan edi. Aqli va dono hisoblangan Napoleon ham nima qilishini bilmay qoldi. U dumini dikkaytirib, tovush chiqarmay u yoqdan bu yoqqa borib kela boshladi. Foxwood tomonga g'azab bilan tikildi. Agar Pilkington va uning odamlari yordamga qo'l cho'zsa, ahvol o'nglanishidan umid qilsa bo'lardi. Lekin 4 kaptar olib kelgan xat ko'ngildagiday emasdi. Unda shunday so'zlar yozilgan edi: siz shunga loyiqsiz, sizga bu ham kamlik qiladi. Frederik va uning odamlari shamol tegirmoni yoniga to'planishdi. Ularni kuzatib turgan hayvonlarning yuraklari orqaga tortib ketdi. Odamlardan birining qo'lida misang lom, ikkinchisining qo'lida esa kuvalda bor edi. Ular shamol tegirmonining poydevorini buza boshlashdi. Hayvonlar umidsizlikka tushdi. Napoleon esankirab qolgan hayvonlarga qarata dadil bo'ling, o'rtoqlar, dedi. Shamol tegirmonini buzishga ularning kuchi yetmaydi. Axir devorlarni juda mustahkam qilib ko'rganmiz. Haftalab uringanlarida ham qo'llaridan hech narsa kelmaydi. Benyamin esa odamlar harakatiga qovoqlarini solib jiddiy tikilib turardi. Ikki odam qo'llaridagi mislangbak kuvalda bilan shamol tegirmonining poydevori tagidan ochilgan teshikni kengaytirishdi. Benyamin sekingina tumshug'ini ko'tarib, boshini likillatdi. So'ngra o'ta xotirjamlik bilan nima qilayotganliklarini ko'rmayapsizmi? dedi. Odamlar bir pasda ochilgan teshik ichiga portlatuvchi modda o'rnatishdi. Hayvonlar nafaslarini ichiga yutib, dahshat ichida kuzatardilar. Binolar ichidan chiqib, shamol tegirmonini saqlab qolishning esa hech iloji yo'q edi. Odamlar portlatuvchi modda qo'yilgan teshikdan yugurganlaricha uzoqlasha boshlashdi. Sal o'tmay quloqlarni qomatga keltiruvchi gumburlagan tovush butun fermani larzaga soldi. Kaptarlar osmonga ko'tarildi. Napoleondan boshqa hamma hayvonlar dahshatdan yuraklarini hovuchlab, o'zlarini yerga otdilar. Boshlarini ko'targanlarida esa bahaybat qora bulut shamol tegirmonining ustini qoplab turardi. Esayotgan shabada qora bulutni so'rib yubordi. Hayvonlar ne ko'z bilan ko'rsinlarki, shamol tegirmoni o'z o'rnida yo'q edi.
Hayvonlar g'azablaridan titrardilar. G'azab qasos o'tiga aylana boshladi. Qonlarida vahshiylik uyg'ondi, kuchlariga kuch-quvvatlarga quvvat qo'shildi. Sarosima ichidagi qo'rqoqlik va umidsizlik orqaga chekindi. Odamlarning bu yovuz harakati ularning jonidan o'tib ketgan edi. Odamlarga bo'lgan nafrat qasos tuyg'usini alangalatib yubordi. Ular hech qanday buyruqni kutib o'tirmasdan odamlar ustiga tik bosib bora boshladilar. Boshlari ustida do'lda yog'ilayotgan o'qlarga ham qaramasdan oldinga intilardilar. Qattiq va ayovsiz jang boshlandi. Insonlar hayvonlarni tinmay o'qqa tutardilar. Hayvonlar yaqinlashganda esa tayoqlari bilan urishar va og'ir etiklari bilan tepshardi. Bir sigir, 3 qo'y, 2 g'oz jang maydonida halok bo'lishdi. Deyarli hamma hayvonlar yaralangan edilar. Hatto hayvonlar orqasida turib, buyruq berib turgan Napoleonning dumini ham o'q yalab o'tgan edi. Odamlar ham jiddiy talofot ko'rishdi. Bokser tuyoqlarining zarbidan 3 kishining bosh suyaklari maydalangan edi. Sigirning shoxlari bir kishining qorniga kirib ketganda, Jesse va Bluebellning o'tkir tishlari bir odamning shimini parchalab tashladi. Napoleonni qo'riqlab turgan itlarga to'siqlar orqasidan borib jang maydoniga kirishga buyruq berildi. Vahshiylashib ketgan 9 ta it odamlar ustiga tashlandi. Odamlar o'zlarini hayvonlar qo'shovida ko'rib qo'rqib ketdilar. Frederik o'z odamlarga jang maydonini zudlik bilan tashlab ketishga buyruq berdi. Odamlar hayotlarini saqlab qolish uchun har tomonga qarab qocha boshladilar. Hayvonlar katta yo'lga tutashib ketgan yaylovning oxiriga qadar ularni ta'qib qilib bordilar. Tikanli to'siqlar orasidan qochayotgan odamlarni tuyoqlari bilan tepdilar. Hayvonlar g'alaba qilgandilar, lekin o'zlari ham haddan tashqari holdan toygan edilar. Hammalarining yaralaridan qon oqardi. Terma yerlarini qizil qonlarga bo'yab, oqsagan holda orqaga qaytdilar. O'tlar ustidagi o'rtoqlarining cho'zilib yotgan mo'ldalarini ko'rishib yuraklari ezilib ketdi. Ularning ko'zlaridan tinimsiz yosh oqardi. Yuraklarini o'rtab yuborgan bir zumlik sukunatdan so'ng qaytadan vayron bo'lgan shamol tegirmonining oldida to'xtadilar. Shamol tegirmonining kuli ko'kka sovrilgan, hayvonlarning mehnati zoyi ketgan edi. Hatto poydevorlarning ham bir qismi buzilgandi. Kuchli portlash natijasida katta toshlar maydalanib sochilib yotar. Go'yo shamol tegirmoni bu yerga qurilmaganday. Hayvonlar ferma binolariga yaqinlashganlarida jangda qatnashmagan, buning sababini hech bir hayvon bilmasdi. Skuviler ularga peshvoz chiqib dumini likillatdi. U mamnunlik bilan jilmayardi. Ferma binosining yaqinida miltiq tovushi eshitildi. Bokser buning sababini so'radi. G'alabamizni nishonlash uchun dedi. Skuviler qanday g'alabamizni? Hayratlandi Bokser. Uning tizzalaridan qon oqardi. Bir oyog'i ostidagi taqa yo'qolib, panjalari yerilib ketgan edi. Shu oyog'iga 12 ta o'q tekkan edi. Qanday g'alaba, o'rtoq Skuviler? Qayta so'radi. Bokser dushmanni o'z yerimizdan, hayvon fermamizning muqaddas yeridan haydab yubordik. Bu g'alaba emasmi, o'rtoq Bokser? Lekin ular shamol tegirmonini yo'q qilib yubordilar. Biz 2 yil davomida shamol tegirmonini mashaqqat bilan tiklagan edik. O'rtoq Bokser, shamol tegirmonini yana qaytadan quramiz. Agar kerak bo'lsa 6 ta shamol tegirmonini bunyod qilamiz. O'rtoq, bugun biz qo'lga kiritgan g'alabaga to'g'ri baho bera olmayapsiz. Biz mana shu tuyoqlarimiz bilan bosib turgan yerimizni dushman bosib olgan edi. O'rtoq Napoleon rahbarligida biz o'z yerimizni qaytarib oldik. Ha, biz oldin egallab olgan mulkimizni qaytarib oldik, dedi. Bokser, bu bizning g'alabamiz, dedi. Skuviler, hayvonlar oqsaganlaricha ferma binolari yoniga yetib keldilar. Bokserga oyoqlarining go'shti ichidagi qolib ketgan o'qlar azob berardi. Shamol tegirmonini qayta tiklash oson emasligi ko'rinib turardi. Bokser o'zicha qurilishni boshlash uchun allaqachon tayyorgarlik ko'rardi. Bu tayyorgarlik azob, alam va oldinda qaytadan kutib turgan mashaqqatli mehnat qiyinchiliklarini his etish bilan qorishib ketgan edi. Uning yoshi bir joyga borib qolgandi. Bokser 11 yoshga kirganini, bo'rtib chiqqan muskullaridan quvvati ketganligini fahmlab qoldi. Ferma ustida baland ko'tarilgan yashil bayroqning yengil shabadada to'lqinlanib o'ynashi, 7 marta otilib, havoni larzaga keltirgan
o'q ovozlari hayvonlarga qaytadan kuch-quvvat ato etadi. Hayvonlarning tomirlariga qon yugurdi. Ular o'zlariga qaytadan jon kirganligini sezishdi. Ayniqsa, Napoleon jangda ko'rsatilgan jasoratlarini sharaflab ma'ruza qilganida buyuk g'alabani qo'lga kiritganliklaridan faxrlandilar. Urush maydonida jon bergan hayvonlar tantanali ravishda dafn qilindi. Tobutlar qo'yilgan aravani bukser va Clover tortib borishdi. O'rtoqlarini qabristonga olib ketayotgan hayvonlar oldida Napoleon borardi. Hayvonlar 2 kun motam tutishdi. Marsalar yaratishib, nutqlar so'zlashdi. Shahidlarni eslab, sharaflab osmonga o'q uzishdi. Tirik qolgan hayvonlarga ko'rsatgan jasoratlari uchun bittadan olma ulashdi. Qushlarga 2 arsadan makkaxori, itlarga 3 tadan pechenye berishdi. O'lib o'tgan jangni Shamol tegirmoniy jangi deb atashga qaror qilishdi. Yashil bayroq deb atalgan orden ta'sis etilib, uning birinchi nomzodi Napoleon bo'ldi. Urush munosabati bilan Napoleonga yana bir qancha orden va medallar berishdi. Bir necha kundan keyin bayram kayfiyati so'ndi. Soxta pullar haqidagi bahslar unutildi. Hayvonlar cho'chqalar yashaydigan ferma uyi ostidagi ombordan viski yashigini topib oldilar. Bu yashikni oldin omborda ko'rmagandilar. O'sha tunda hayvon fermasidagi cho'chqalar yashayotgan uydan shovqin, baqir-chaqirlar, baland ovozlar, mast-alas aytilgan qo'shiqlar eshitildi. Angliya hayvonlari gimni so'zlariga boshqa ashulalarning so'zlari aralashtirib aytilayotgan qo'shiqlarni eshitib hayvonlar ajablandilar. Taxminan soat 21:10 Mr. Jonesning eski shlyapasini kiyib olgan Napoleon binoning orqa eshigidan chiqib hovli atrofida yugurib, yana ichkariga kirib ketganligini ko'rishdi. Ertasiga talab fermani jimjitlik qoplab oldi. Cho'chqalardan birontasi ham ko'rinmasdi. Soat 9lar atrofida nihoyatda tashvishlangan Skuyler sekingina yurib, ferma hovlisiga chiqdi. Uning ko'z ostlari osilib qolgan, dumining uchi yer ustida sudrilardi. Hayvonlarni yig'ib, Napoleon o'lim to'shagida yotganligini aytdi. G'am va iztirobga to'lgan tovushlar eshitildi. Bu xabardan hamma qayg'uga tushgan edi. Napoleon yotgan uyning eshiklariga harbiy qorovullar qo'yildi. Hayvonlar oyoq uchida yurardilar. Ko'zlarida yosh bilan shivirlashib gaplashishardi. Agar rahbarlariga bir nima bo'lib qoladigan bo'lsa, ahvollari yomon bo'lishidan qayg'urishardi. Napoleonning ovqatiga Snowballning zahar solganligi haqida ovozlar tarqaldi. Soat 11lar atrofida yer yuzidagi hayotning to'xtab qolishidan oldingi so'nggi harakat kabi Napoleonning yangi farmonini Skuyler o'qib eshittirdi. U qo'yidagicha edi: spirtli ichimliklarni ichish qat'iy in etilsin. Bu qonunga amal qilmagan hayvonlar o'lim jazosiga tortilsin. Kechga borib Napoleonning ahvoli biroz yaxshilandi. Ertasiga esa Skuyler Napoleonning davo topayotganligi haqida xabar berdi. Kechqurun sog'lig'i tamoman yaxshilanib, Napoleon ishiga qaytdi va advokat vampirning pivo tayyorlashga oid kitobni sotib olish haqidagi maslahatiga amal qilishga qaror qildi. Nafaqaxo'r hayvonlarning o'tlashlari uchun ajratilgan mevazordan keyingi kichkinagina yaylovni haydashga buyruq berdi. Yer charchaganligi tufayli almashlab ekin ekish zaruriyati tug'ilganligi bilan bu harakat asoslandi. Haqiqiy maqsad esa keyinroq hayvonlarga ma'lum bo'lib qoldi. Bir kuni hech bir hayvon tushuna olmaydigan voqea ro'y berdi. Soat millari tungi 12ga yaqinlashgan paytda taqillagan baland tovush eshitildi. Hayvonlar uxlab yotgan joylaridan otilib tashqariga chiqishdi. Tun sutdek oydin edi. Hayvonlar yotadigan bino eshigining to'g'risida 7 modda yozilgan devor ostida ikkiga bo'linib ketgan narvon yotardi. Hushidan ketib qolgan Skuyler esa shodiyonida chalqanchasiga ag'darilib yotardi. Uning yaqinida esa osma fonari va bo'yoq cho'tkasi solingan paqircha ag'darilgan, ichidagi oq bo'yoq yerga to'kilib ketgandi. Itlar darhol Skuyler atrofini zanjirday o'rab olishdi. Skuyler hushiga kelgach, uni fermadagi uyiga olib borib qo'yishdi. Tumshug'ini nodir qimirlatib, o'zini bilimdon sanab, bo'lgan voqeani tushunayotganday ko'rsatayotgan, aslida esa hech narsaga fahmi yetmagan Benyamindan boshqa hech bir hayvon buning sirini anglay olmadi. Bir necha kun o'tgandan so'ng Yuliya dastlab qabul qilingan 7 qoidani
so'ngra o'zgartirilib, 6taga keltirilgan qonun moddalarini o'qib ko'rib, ularning biri yana o'zgartirilganiga e'tibor berdi. Spirtli ichimliklar ichishma endi etilsin degan 5 moddaga unutib qoldirilgan so'z qo'shib yozilgan edi. Yana spirtli ichimliklarni ortiqcha ichishma endi etilsin